Sizlarga ma'lumot berib reklama qilayotgan preparatlarini o'zim bog'imda sepib ko'rsataman bugun. Agar bu preparatlar samara bermaganda, faqat reklama bo'lganda, o'zim bog'imda sepmas edim. Yonimdagi bog'bonlar buni olib sepmas edi, tavsiya qilmas edi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, ijtimoiy tarmoqda doim bizni kuzatib boradigan mirishkor bog'bonlar hamda aholi tomorqa yer egalari. 2026-yilni 22 fevralida o'zimizni bog'dorchilik fermer xo'jaligimizda kompaniyamizni sizlarga ma'lumot berib reklama qilayotgan preparatlarini o'zim bog'imda sepib ko'rsataman bugun. Agar bu preparatlar samara bermaganda, faqat reklama bo'lganda, o'zim bog'imda sepmas edim. Yonimdagi bog'bonlar buni olib sepmas edi, tavsiya qilmas edi. Birinchi o'rinda bog'lardagi qalqondor, ya'ni shitovka yoki bo'lmasam qizil qon biti yoki bo'lmasam olmalarda uchraydigan mevaxo'rlarga qarshi qo'llaniladigan mana bu Mobipron tarkibida mineral moylarini saqlagan insektisid bilan ishlov beramiz. Bu preparat sepilgan joyga issiq yoki bo'lmasam boshqa zaharlar sepishga umuman hojat qolmaydi. Bu preparat daraxtlarni, mevali daraxtlarning tanasini tozalab, yuvib qo'yadigan darajada qo'llanilgan preparat. Endi bu kapsayd 85% preparat misni xlorli oksidi tarkibida, ana misni xlorli oksidi 85% o'z tarkibida preparat saqlagan. Bu yelim deymiz, yelim chiqish, o'sha shaftolidagi, o'rikdagi, gilosdagi yelim chiqish va klasterosporioz teshikchali dog'lanish, barglari teshikcha bo'lib qoladi. Boshqa zamburug'li va bakteriyali kasalliklarga gektariga 4-5 kilogramdan qo'llaniladi. Bu kurtuklarni kuydirmaydi. Hozir ham sepsangiz bo'ladi, vegetatsiya davrida sepsangiz ham bo'ladi. Sarf me'yori 1 tonna suvga 4 kilogram, 5 kilogram. Mana bu preparatimizni sarf me'yorini aytib o'tganmiz. 1 tonna suvga 12 litrdan 15 litrgacha. Endi ushbu preparat faqat tinim davrida, yaqinroq ham olib kelasiz, hurmatli operatorimiz. Ushbu preparat faqat tinim davrida sepiladi, chunki kurtuklar bo'rtgandan keyin hozir masalan bodamga, o'rikka qo'llash davri o'tdi. Bodam va o'rikka endi bu preparatni fungisid bilan ishlov bersa bo'ladi. Yana kimda savol bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldirsalaringiz, sizlarga batafsil ma'lumotlarni berib o'taman. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga foydali ma'lumot berishda hech ham qolmaymiz.